beri video chiqarmayotgandim. Endi video chiqarishni boshladim. Xudo xohlasa sekin video chiqaramiz. Bugungi ko'radigan narsamiz chiqib ketgan guruh или kanallar bo'lsa, o'shani tiklash или ko'ray olamiz. Masalan, oldin birorta guruhdan chiqib ketganman. O'sha chiqib ketgan gruppalarni menga ko'rsatib beradi hammasini. Hammasiga bemalol kirib ko'rsam bo'laveradi. Biz buni rang qilamiz. Hozir telefon nomeri kirgizamiz. Ikkiga passwordni kirgizamiz. Двухэтапный password qo'yganman. Ikkinchi passwordni so'rayapti. Bu password ko'rinmaydi. Telegramga подтверждение bo'ladi. Подтверждать qilishimiz kerak. Подтверждать qilganimizdan keyin bizda ko'rinadi shu guruhlar. Men oldin ulanganim uchun hozir nechta bor ekan? Oldin shunda bor ekanman. Bo'lgan ekanman. Shu kanalda chiqib ketganman. Bu kanalda bo'lgan ekanman. Bunisida bo'lgan ekanman. Masalan, qayta rang qilamiz. Qayta start qilamiz. Boshqa nomerni kirgizib ko'ramiz. Bunda kam deb o'ylasak, masalan, buni hozir Telegramdagi ma'lumotlarim qolib ketadi, shuni tozalab olishim kerak edi. Mana terminalni yopib qayta ochib olamiz. Уже ikkinchi Telegram qo'shildi. O'chirib olishim kerak mana shuni. Bo'ldi, ochildi. Endi telefon nomer kirgizamiz. O'zimning ikkinchi nomerimni kirgizaman. Keyin passwordni kirgizishim kerak. Nari Telegram akkauntimni deyarli ishlatmaganim uchun chiqib ketgan kanallarim kam. Endi bunisida ko'proq birinchi xatolik beradi, tasdiqlangandan keyin ishlaydi. Men ruxsat beraman. Endi taxminan 20 soniyalarda ishlaydi. Mana jarayonda уже xatolik deb chiqadi. Xatolik jarayonda deb o'zgartirib qo'yishim kerak. Xatolik o'zida mayli turaversin, zarari yo'q. Hozir mana oldingi ulangan hamma kanal, hamma narsalari chiqarib beryapti. Masalan, rosa ko'pda xullas bu.
shu kanalda bo'lgan ekanman. Bu meni kanalim ekan даже. Qaysidir nomerimga ochilgan. Shu kanalda ham bo'lgan ekanman. Hamma bo'lgan kanallarimni bu yerda ko'rsatadi. Xudo xohlasa boshqacha videolarni ham chiqazamiz. Xudo xohlasa shu botni o'zim yo'lga qo'yaman. Start qilgandan keyin botni o'zi chiqazib beradi. Shu ulangan kanallaringizni, oldin ulanib chiqib ketgan kanallaringizni o'zi chiqarib beradigan qilib botni start qilib qo'yaman. Xudo xohlasa yaqinda.